1 iyuldan boshlab pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchaytirilishi haqidagi xabar ko'pchilikni xavotirga solyapti. Men bugun sizga bu masalani oddiy tilda, vahimasiz, lekin juda jiddiy tushuntirib beraman. Chunki bu ma'lumot nafaqat pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarga, balki ularning farzandlari, nabiralari, vasiylari va chet elda ishlab yurgan yaqinlariga ham bevosita tegishli. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha ko'ring va tanishlaringizga yuboring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday muhim yangiliklarni sodda qilib tushuntirib boraman. Avval pensiya tizimida ko'p narsa hujjatga, mahalla ma'lumotiga, bank orqali to'lovga va pensionerning o'zi yoki vakili bergan arizalarga asoslangan. Ya'ni fuqaro pensiya tayinlatgan, kerakli hujjatlarni topshirgan. Keyin esa har oy pensiya mablag'i bank kartasiga yoki boshqa to'lov shakli orqali berilgan. Ayrim hollarda pensionerning yashash joyi o'zgargan bo'lsa, vafot etgan bo'lsa, boshqalarga doimiy ketgan bo'lsa yoki daromad, ish faoliyati, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlar vaqtida tizimga tushmasligi mumkin edi. Endi esa 1 iyuldan boshlab asosiy e'tibor shunga qaratilyapti. Pensiya kimga to'lanmoqda? U haqiqatan ham ushbu to'lovni olish huquqiga egami? Hujjatlar to'g'rimi? Odamning holati o'zgarmaganmi? Ortiqcha to'lov bo'lmaganmi? Men buni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Davlat pensionerlarni jazolash uchun emas, balki pensiya pullari aynan haq egasiga yetib borishi uchun tekshiradi. Lekin tekshiruv jarayonida hujjati joyida bo'lmagan, vaqtida xabar bermagan yoki ayrim ma'lumotlari mos kelmagan odamlar muammoga duch kelishi mumkin. Ko'pchilik hamma pensionerning pensiyasi to'xtatilarkan deb noto'g'ri tushunyapti. Men buni aniq aytaman, tekshiruv degani avtomatik ravishda pensiya to'xtaydi degani emas. Tekshiruv degani ma'lumotlar solishtiriladi. Kerak bo'lsa pensionerdan yoki uning vakilidan qo'shimcha hujjat so'raladi. Ba'zi holatlarda aniqlik kiritiladi. Agar hammasi qonuniy, hujjatlar to'g'ri, yashash joyi, pasport ma'lumotlari, bank rekvizitlari, nogironlik yoki ish staji bo'yicha ma'lumotlar mos bo'lsa, odam odatdagidek pensiyasini olaveradi. Eng katta o'zgarish shundaki, endi ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtiriladi. Masalan, fuqarolik holati dalolatnomalari, yashash manzili, bank to'lovlari, soliq ma'lumotlari, ish faoliyati, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumotlar, chet elga chiqish va kirish holatlari. Vasiylik yoki ish shonishnoma ma'lumotlari bir-biriga taqqoslanishi mumkin. Oldin bir idoradagi ma'lumot boshqa idoraga kech yetib borardi. Endi esa ko'p holatda tizimlar o'zaro bog'lanib, nomuvofiqlik tezroq ko'rinadi. Masalan, pensioner bir tumanda ro'yxatda turib, boshqa viloyatda doimiy yashayotgan bo'lishi mumkin. Bu o'zi jinoyat emas, lekin pensiya hujjatlarida manzil to'g'ri ko'rsatilmagan bo'lsa, tekshiruvda savol tug'iladi. Yoki pensioner vafot etgan, lekin bank kartasi farzandining qo'lida qolgan va bir necha oy davomida pul yechib olingan. Mana bunday holatlarda ortiqcha olingan mablag'ni qaytarish masalasi qo'yilishi mumkin. Yana bir holat. Nogironlik pensiyasi olayotgan odamning tibbiy ko'rik muddati tugagan, lekin u qayta ko'rikdan o'tmagan. Shunda to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Men shuni alohida ta'kidlayman. Tekshiruvlar asosan tartibni joyiga qo'yish uchun. Lekin oddiy fuqarolar uchun muammo shundan iboratki, ko'pchilik hujjatlarni oxirgi daqiqagacha tekshirmaydi. Pasport almashgan, ID karta olgan, familiya o'zgargan, yashash joyi o'zgargan, bank kartasi muddati tugagan, ishonchnoma eskirgan, lekin pensiya bo'limiga xabar berilmagan. Natijada odam nega pensiyam kechikdi deb sarson bo'ladi. Birinchi navbatda hujjatlarda o'zgarish bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, siz pasportingizni ID kartaga almashtirdingiz, lekin bankda yoki pensiya organlarida eski ma'lumot qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda to'lov tizimida ism, familiya, tug'ilgan sana yoki hujjat raqami mos kelmasa, to'lov kechikishi ehtimoli bor. Bu muammo ko'pincha katta yoshdagi odamlar orasida uchraydi. Chunki ular oldin pensiya tushyapti, demak hammasi joyida deb yuraveradi. Ikkinchi toifa boshqa manzilga ko'chganlar. Masalan, otaxon Samarqandda ro'yxatda, lekin oxirgi 2 yildan beri Toshkentda farzandining uyida yashaydi. Agar mahalla, bank, pensiya organi yoki tibbiy xizmat bo'yicha ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasa, anglashtirish talab qilinadi. Bu degani pensiya bekor bo'ladi emas,
lekin siz qayerda yashayapsiz? To'lovni qayerdan olyapsiz? Vakilingiz bormi degan savollar paydo bo'ladi. Uchinchi toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Masalan, bir ayol Rossiyadagi farzandlarinikiga 6 oyga ketgan. Pensiyasi esa O'zbekistondagi kartaga tushib turgan. Bu holatda qonunchilikdagi talablarga qarab, shaxsning doimiy yoki vaqtincha ketgani, to'lovni kim olayotgani, ishonchnoma bormi yo'qmi tekshirilishi mumkin. Agar pensionerning o'zi tirik, huquqi saqlangan va hujjatlari to'g'ri bo'lsa, muammo hal qilinadi. Ammo boshqa odam uning nomidan noqonuniy pul olayotgan bo'lsa, bu jiddiy masalaga aylanadi. 4-toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqa olayotganlar. Bu yerda tibbiy ko'rik muddati, nogironlik guruhi, qayta ko'rikdan o'tish sanasi juda muhim. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamga 2 guruh nogironlik berilgan, qayta ko'rik sanasi belgilangan, lekin vaqtida bormagan. Keyin to'lov to'xtaydi. Odam esa mendan pensiyani olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida sabab hujjatning muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun nogironlik bo'yicha pensiya oladigan har bir odam tibbiy xulosa muddatini tekshirishi kerak. 5-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Masalan, bola 15 yoshga to'lgan, lekin hali o'qishda bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qishni tugatgan yoki sirtqi bo'limga o'tgan bo'lsa, to'lov shartlari o'zgaradi. Ayrim oilalar buni bilmaydi va to'lov davom etaveradi deb o'ylaydi. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'langan summa chiqib qolishi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, pasport yoki ID karta ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa va pensiyani o'zingiz qonuniy olayotgan bo'lsangiz, ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Tekshiruv sizning haqingizni olib qo'yish uchun emas, aksincha tizimdagi xatolarni kamaytirish uchun. Masalan, 17 yoshli onaxon Toshkent viloyatida yashaydi. Pensiyasi har oy kartaga tushadi. ID kartasi bor. Bankdagi telefon raqami o'ziniki, mahalla ro'yxatida ham yashash joyi to'g'ri. Bunday odam uchun tekshiruv oddiy, texnik jarayon bo'lib o'tadi. Hech kim kelib nega pensiya olyapsiz deb asossiz savol bermaydi. Chunki yoshga doir pensiya qonuniy tayinlangan bo'lsa va shaxs tirikligi, hujjatlari, bank rekvizitlari tasdiqlansa, to'lov davom etadi. Yana bir misol. 72 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Lekin kartadan pulni nabirasi yechib beradi. Agar otaxonning o'zi bunga rozi bo'lsa, karta undan yashirincha ishlatilmayotgan bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin men tavsiya qilaman. Pensioner imkon qadar bank xabarlarini o'z telefoniga ulatsin yoki ishonchli farzandi bilan birga nazorat qilsin. Chunki kartadagi pulning noqonuniy yechilishi ham ko'p uchraydi. Tasavvur qiling. Pensioner har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U vafot etgandan keyin yaqinlar bu haqda vaqtida xabar bermasa va karta orqali yana 3 oy pul yechib olinsa, jami 3 million 600 ming so'm ortiqcha to'lov yuzaga keladi. Tekshiruvda bu aniqlansa, davlat ushbu summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Odamlar ko'pincha bu baribir otamning puli edi deydi, lekin qonuniy jihatdan pensiya shaxs tirik bo'lgan davr uchun to'lanadi. Shaxs vafot etganidan keyingi mablag' boshqa masala hisoblanadi. Yana bir misol, 19 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U birinchi kursda kunduzgi ta'limda o'qigan. Keyin o'qishni tashlagan yoki sirtqi bo'limga o'tgan. Oilasi esa buni tegishli idoraga bildirmagan. Har oy 800 ming so'mdan 6 oy to'lov davom etsa, 4 million 800 ming so'm ortiqcha to'lov chiqishi mumkin. Bu pul keyin qaytarilishi talab qilinsa, oila uchun og'ir bo'ladi. Shuning uchun holat o'zgargan zahoti xabar berish kerak. Nogironlik bo'yicha ham shunday. Masalan, fuqaro 2 guruh nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Tibbiy qayta ko'rik iyungacha belgilangan. U esa o'zimni yomon his qilyapman, keyin boraman deb vaqtni o'tkazib yuboradi. iyuldan tekshiruvda tibbiy ma'lumot muddati tugagani ko'rinsa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Keyin u qayta ko'rikdan o'tadi. Hujjat tiklanadi, lekin o'rtada vaqt, asab va mablag' yo'qotiladi. Shu sababli tibbiy hujjatlar muddatini oldindan tekshirish juda muhim. Eng muhim nozik jihat shuki, barcha pensionerlar bir xil tekshirilmaydi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya va qo'shimcha to'lovlarning har birida alohida shartlar bor. Shuning uchun qo'shningizning holati bilan o'zingiznikini aralashtirmang. Qo'shningizga bir hujjat kerak bo'lgan bo'lsa, sizga boshqa hujjat kerak bo'lishi mumkin.
Ikkinchi nozik jihat bank kartasi boshqa odamda bo'lishi. Ko'p oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Agar farzand ota-onasining roziligi bilan kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat uchun pul yechayotgan bo'lsa, bu oilaviy yordam sifatida ko'riladi. Lekin pensioner puldan bexabar bo'lsa, karta majburan olib qo'yilgan bo'lsa, yoki pensioner vafotidan keyin ham pul yechilsa, bu katta muammo. Men har bir pensionerga aytaman, kartangiz kimda? Qancha pul tushyapti? Qancha yechilyapti? Bilib yuring. Uchinchi nozik jihat ishonchnoma. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki boshqa sabab bilan pensiyani o'zi rasmiylashtira olmasa, ishonchli vakil orqali ish yuritishi mumkin. Lekin ishonchnoma muddati, vakolat doirasi va rasmiyligi to'g'ri bo'lishi kerak. Og'zaki aytganman, o'g'lim olaveradi degan gap hamma joyda yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa hujjat topshirish, ariza yozish, pul olish, bank operatsiyalari bo'yicha aniq vakolat talab qilinadi. 4-nozik jihat telefon raqami va SMS xabarnomalar. Ko'pchilik pensionerning bank kartasiga farzandining telefoni ulangan bo'ladi. Bu qulay, lekin xavf ham bor. Agar pensioner pul tushganini umuman bilmasa, keyin nizolar kelib chiqadi. Men tavsiya qilaman, kamida bir nafar ishonchli oila a'zosi bilan birga pensionerning o'zi ham to'lovlardan xabardor bo'lsin. Bank ilovasi ishlatmasa ham SMS orqali bilishi mumkin. 5-nozik jihat ortiqcha to'lov. Agar tizim xatosi, hujjatdagi kechikish yoki fuqaroning vaqtida xabar bermagani sabab ortiqcha pul to'langan bo'lsa, keyin bu summa qaytarilishi kerak bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar men so'ramaganman, o'zi tushdi deydi. Lekin tushgan pulning qonuniy asosi bo'lmasa, masala baribir ko'tariladi. Shuning uchun pensiya summasi birdan oshib ketsa yoki tushayotgan to'lov siz kutganingizdan boshqacha bo'lsa, darhol aniqlashtiring. Iyuldagi tekshiruvlar haqida turli mish-mishlar chiqishi mumkin. Kimdir hammaning pensiyasi kesiladi deydi. Kimdir falon hujjatni pulga qilib beraman deydi. Kimdir menga pasportingizni yuboring, tekshirib beraman deb yozadi. Men qat'iy ogohlantiraman. Pasport, ID karta, bank karta raqami, PIN kod, SMS kod, plastik karta rasmi. Shaxsiy ma'lumotlarni begona odamlarga yubormang. Rasmiy idora hech qachon sizdan telefon orqali karta parolini so'ramaydi. Agar kimdir pensiyangiz to'xtamasligi uchun oldindan pul to'lang desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Pensiya masalalari rasmiy idoralar, davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi bo'limlari yoki tegishli elektron xizmatlar orqali hal qilinadi. Ko'chadagi vositachi, Telegramdagi noma'lum kanal o'zini inspektor deb tanishtirgan begona odamga ishonmang. Kerak bo'lsa eng yaqin davlat xizmatlari markaziga boring va savolni rasmiy tarzda bering. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning shaxsiy hujjatlarini tekshiring. ID karta yoki pasport amal qiladimi? Ism, familiya to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana bank va pensiya hujjatlarida bir xilmi? Yashash manzili yangimi? Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki boshqa hujjatlar rasmiylashtirilganmi? Bu oddiy ko'rinadi. Lekin ko'p muammo aynan shu joydan chiqadi. Ikkinchi qadam, bank kartasini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta pensioner nomidami? SMS xabarnoma qaysi telefon raqamiga ulangan? Karta yo'qolmaganmi? Undan kim foydalanmoqda? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilang. Agar telefon raqami eski bo'lsa, uni almashtiring. Agar karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, oilada ochiq gaplashing va pensionerning roziligi borligiga ishonch hosil qiling. 3-qadam, pensiya turiga qarab hujjatlarni tayyorlang. Yoshga doir pensiyada odatda asosiy e'tibor shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari, yashash manzili va tayinlangan pensiya hujjatlariga qaratiladi. Nogironlik pensiyasida tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, qayta ko'rik muddati muhim. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa oila tarkibi, o'qish joyidan ma'lumotnoma, farzandning yoshi va ta'lim shakli muhim bo'lishi mumkin. 4-qadam, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, bu haqda vaqtida xabar bering. Bu og'ir mavzu, lekin juda muhim. Vafotdan keyin kartaga pul tushsa, uni ishlatishga shoshilmang. Avval tegishli idoradan aniqlashtiring. Dafn puli, meros, oxirgi oy to'lovi kabi masalalar alohida tartibda ko'riladi. Lekin shunchaki kartadan pul yechib olish keyin muammo tug'dirishi mumkin. 5-qadam, agar pensioner chet elga chiqayotgan bo'lsa, oldindan maslahat oling. U vaqtincha ketyaptimi yoki doimiy yashashga ketyaptimi? Pensiyani qanday oladi? Ishonchnoma kerakmi? Bank kartasi ishlaydimi? Qaytish muddati qanday? Bularni aniqlashtirish kerak.
ayniqsa uzoq muddatga ketayotganlar keyin ko'ramiz deb yurmasin. Bir marta rasmiy maslahat olish keyingi katta muammolarning oldini oladi. 6-qadam barcha hujjatlardan nusxa saqlang. ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank rekvizitlari, tibbiy xulosa, ishonchnoma, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ariza nusxasi, qabul qilingan sana haqidagi belgi. Hujjat topshirganda imkon qadar tasdiq oling. Chunki keyin men topshirganman deyishdan ko'ra, qo'lingizda dalil bo'lgani ancha yaxshi. Agar sizda savol tug'ilsa, eng avvalo yashash joyingizdagi pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi bo'limga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. U yerga borganda pensionerning ID kartasi yoki pasporti, bank kartasi rekvizitlari, pensiya turiga oid hujjatlar, agar vakil bo'lsa, ishonchnoma va vakilning shaxsiy hujjati bo'lishi kerak. Agar nogironlik masalasi bo'lsa, tibbiy hujjatlarni ham olib boring. Agar talaba farzand bo'yicha pensiya bo'lsa, o'qish joyidan yangilangan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Ariza yozganda umumiy gap yozmang. Masalan, pensiyam tekshirib bering deb yozish mumkin, lekin yaxshiroq shakl shunday bo'ladi. Men falon turdagi pensiya olaman. 1 iyuldan boshlab ma'lumotlarimni tekshirish jarayonida to'lovim to'xtab qolmasligi uchun shaxsiy ma'lumotlarim, bank rekvizitlarim va hujjatlarim holatini aniqlashtirib berishingizni so'rayman. Agar muammo bo'lsa, masalan, pensiya tushmay qolgan bo'lsa, arizada qaysi oy uchun, qancha summa, qaysi bank kartaga tushishi kerakligini aniq ko'rsating. Agar siz keksaygan ota-onangiz uchun borayotgan bo'lsangiz, ularning roziligi va hujjatlar masalasini oldindan tayyorlang. Hamma ishni men farzandiman degan gap bilan hal qilib bo'lmaydi. Ayrim operatsiyalar uchun ishonchnoma kerak bo'ladi. Bu talab odamlarni qiynash uchun emas, pensionerning huquqini himoya qilish uchun qo'yiladi. Chunki amaliyotda farzandlar orasida kelishmovchilik, karta uchun tortishuv, pensionerning pulini noto'g'ri ishlatish holatlari ham uchraydi. Ikkinchi xato, mish-mishga ishonish. Kimdir mahallada bir gap aytadi, odamlar vahimaga tushadi. Men doim aytaman, avval rasmiy manbadan tekshiring, keyin qaror qiling. Ikkinchi xato, hujjatni kechiktirish. Hali vaqt bor deb yurgan odamning pensiyasi aynan hujjat muddati tugagani uchun kechikadi. Uchinchi xato, bank kartasini nazoratsiz qoldirish. Pensioner o'z pulidan xabardor bo'lmasa, keyin oilaviy janjal yoki huquqiy muammo paydo bo'ladi. To'rtinchi xato, holat o'zgarganini bildirmaslik. Manzil o'zgardi, o'qish tugadi, nogironlik guruhi o'zgardi, pensioner vafot etdi, chet elga ketdi, familiya almashdi, bank rekviziti o'zgardi. Bularning barchasi tegishli joyga ma'lum qilinishi kerak. 5-xato, begona odamlarga shaxsiy ma'lumot yuborish. Hozir firibgarlar juda ko'p. Ular aynan kekasalar va pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ishonuvchan bo'lishadi. Men tomoshabinlarga shuni maslahat beraman. Bugunoq oilangizdagi pensionerlik hujjatlarini bir joyga yig'ing. ID karta yoki pasportni ko'ring, bank kartasi muddatini tekshiring. Pensiya qaysi turda ekanini aniqlang. Agar nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar muddatini ko'ring. Bu ish 20 daqiqa vaqt oladi, lekin keyin bir necha kunlik sarsonlikning oldini oladi. Iyuldan pensionerlar bo'yicha tekshiruvlar kuchaysa, bundan qo'rqish kerak emas, lekin beparvo ham bo'lish mumkin emas. Hujjatlari to'g'ri, ma'lumotlari mos. Pensiyani qonuniy olayotgan odam odatdagidek to'lovini olaveradi. Xavf asosan hujjati eskirgan, manzili o'zgargan, tibbiy ko'rik muddati o'tgan, talabalik ma'lumoti yangilanmagan, ishonchnomasi yo'q yoki bank kartasi nazoratsiz qolgan holatlarda paydo bo'ladi. Men sizdan so'rayman. Bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar va chet elda farzandlari bilan yashab turgan keksalar buni bilishi kerak. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensiya bo'yicha qanday savollar ko'p uchrayapti? Tekshiruvlardan xavotir bormi? Qaysi hujjat masalasida tushunmovchilik bor? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va keyingi muhim tushuntirishlarni o'tkazib yubormaslik uchun kuzatib boring.